Ajrashishimning eng katta sababi bu qaynonamni bir kosa ovqatga sani qilayotgan ishlaring hech qaysi to'g'ri kelmaydi. San tuz haromisan deb menga aytgan gaplari sabab bo'lganda bir obunachim SMS yozib qoldi. 6 sotix hovlini ishini o'zim qilaman. Uyimiz 2 etaj, hamma joyini o'zim tozalayman. Yana qaynonam aytgan gaplari san ishlayotgan bir kosa ovqatingga arzimaydigan ish qilyapsan deb aytganlari. Men bu gaplardan juda ham hayron qoldim. Qaynotalari ham hattoki kun bermasak, o'g'limni topgan pulini yeb yotasan, san bir tiyin ishlamaysan ekan, men bitta ovqat yeyishingga o'laymi deb aytarkanlar qaynotalari. Men juda ham hayron qolgan jihatim, hozir uyligiga birorta odam ishchi qilib olib kelsa ham 300 ming pul to'lashadi. Nimaga kelinligimni munosabat qilishadi? Men juda ham shunga hayron. Menda ham hayotim shokolad emas, ishoninglar, menda ham ko'p bo'ladi qaynona bilan problema. Alohida tursam ham bolalarimning kiyimini Bavida yuvib oldim qizlar. Bavini kir mashinada ham 95-60 gradusda bemalol foydalansanglar bo'ladi. Не только ручная стирка, kir mashinada ham idealni qilib ketkazib beradi. Tikanlarni hech qaysini yomon qilib tashamaydi. Rangli kiyimlarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek do va posli qilib ko'rsatdim. Korzinkadan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi.